Quyosh nuri inson sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi? Foydali va zararli jihatlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, foydalidan boshlaymiz. Quyosh nuri tanada D vitaminini tabiiy ravishda ishlab chiqaradi. D vitamini suyaklarni kuchaytiradi, immunitetni oshiradi va kayfiyatni yaxshilaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, 10-15 daqiqa quyosh nurida bo'lish D vitamini ehtiyojini qondiradi. Qon bosimini pasaytiradi. Quyosh nuridagi ultrabinafsha nurlar tanada azot oksidini hosil bo'lishiga yordam beradi. Bu esa qon tomirlarini kengaytirib, qon bosimini tushiradi. Endi zararli tomonlari. Teri kuyishi. Quyosh nuri haddan tashqari kuchli bo'lsa, terini kuydiradi. Qizil dog'lar, og'riq va noqulayliklar yuzaga keladi. Teri qarish jarayonini tezlashtiradi. Ultrabinafsha nurlar kollagenni buzadi. Natijada ajinlar erta paydo bo'ladi, teri quruq va noziklashadi. Qanday qilib zararli ta'sirdan himoyalanish mumkin? Birinchisi, quyoshdan himoya kremidan foydalaning. SPF va undan yuqori. Shlyapa va ko'zoynak taqing. Quyoshning eng kuchli vaqti soat 11 dan 16:00 ga qadar. Ushbu vaqtda soyada yuring. Xulosa, quyosh nuri organizm uchun juda kerakli, ammo uni me'yorda qabul qilish zarur. Kuniga 10-15 daqiqa quyosh nurida bo'lish yetarli. Yanada foydali videolarni ko'rishni xohlasangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying.